Shahar ichida sug'orish, drenaj tizimlari yo'q, lekin daraxtlarni sug'orish kerak. Krandan sug'orilsa jarima yozilyapti. Masalan, mana 50-55 daraja issiqqa chiqyapti. Shahar ichida yashaydigan aholiga krandan boshqa suv keladigan manba yo'q. Lekin undan foydalansa, to'g'ri foydalanilyapti deb jarima yozilyapti. Ular nima qilish kerak? Ko'zi bilan ko'rib turish kerakmi qurishini? Kuzatib turish kerakmi? Sharoit yaratmasdan jazoni kuchaytirib qo'ymayapmizmi? Shahardagi mahallalarda chiqindini olib chiqib ketish tizimi bir haftada bir marta keladi. 7 kunning ichida 6 kun odamlar chiqindisini qayerga yig'ish kerak? Qayerda yig'ish kerak? O'ziga madaniyatni olib shakllantirgan odamlar bir amallab yig'adi, bir joyga yig'adi. Kimlardir olayapti-da, lekin shaharda ko'chaga tashlab ketib qolyapti. Biz ularni ushlaymiz, hozir endi bu qonun bo'yicha jazolaymiz. Biz sharoit yaratib bermadik-ku hali. Odamlardan ekologik madaniyatni talab qilyapmiz, to'g'ri. Talab qilayotganlarni o'zi oldin sharoit yaratib berib qo'yish degan mas'uliyatini bajarib qo'yish kerak emasmi Iskandar aka? Aholiga lozim darajada texnik va oqova suvlarini qayta ishlagan holda sug'orish masalasini hal qilishadi. Hozir mana Ekologiya vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi birgalikda viloyat markazlaridan boshlanyapti. 64 ta mahalla tanlanib olindi. 64 ta mahallada o'sha har bir mahalla kesimida o'sha oldingi va keyingi holatda bir ko'rsatamiz. Yomg'ir suvi, texnik suv, oqova suvini qayta ishlab turib, sug'orish imkonini yaratish bo'yicha.